Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda sun'iy intellekt yordamida yaratiladigan va oyiga YouTube orqali bemalol $2000 ishlab topish mumkin bo'lgan yo'nalish haqida gaplashamiz. Birgalikda obzor qilamiz va birgalikda mana shu yo'nalishda videolarni tayyorlaymiz. Videoga like bosing, boshladik. Demak do'stlar, obzorni boshladik. Birinchi kanal 40800 obunachisi bor. 200 bitta video yuklangan. Kanal 6 oktyabr 2025-yilda ochilgan. Jam 35 million prosmotr bor. Hop, eng eski videolari 3 oy avval yuklab boshlangan. Kanalda shorts videolar ham bor. Hop, shorts videolarning eng kattasi 5 million 300 ming, 3,5 million, 2 million, 2 million 300 ming, 1 million. Hop, 15 million prosmotrni shortsga chiqaramiz. Kelinglar 20 million prosmotr shortsga chiqaramiz. 15 million prosmotr qoladi. 15 million prosmotrga 3 oyda erishgan kanal. 3 oyda. 3 oyda 15 million prosmotr qilgan bo'lsa, hop, videolar 10 minutlik. Kelinglar $1 RPM hisoblaymiz. $1 RPM hisoblasak, ya'ni 1000 ta ko'rilishga $1 dan hisoblaganda 10 million prosmotrga $10,000. 3 oyda $10,000 topyapti. Oyiga $3,500 dan to'g'ri keladi. Hop, bu kanalda monetizatsiya bormi deydigan bo'lsanglar, monetizatsiya bor yo'qligini hozir tekshirib ko'rsataman. Hop, tekshirib ko'rsataman. Mana bu joyga bitta bosamiz, kanalda monetizatsiya bor. Va mana shu kanalda monetizatsiya bormi, yo'qmi, buni tekshiradigan programmani ham video davomida aytib o'tib ketaman do'stlar. Hop, keyingi kanal 174 ming obunachi bor. Kanalda 818 ta video yuklangan. Kanal 2025-yil 14-iyunda ochilgan. 138 million prosmotr bor va shorts videolar populyarniy videolar 37 million, 17 million, 8 million 300, 5 million. Hop, 138 million emas. 38 millioni qolsin. 40 million prosmotr qolsin. 40 million prosmotrga $40,000. $1 dan hisoblayapmiz o'rtacha kanalda, lekin RPM baland aslida, chunki videolari juda ham katta videolar, mana ko'rib turibsizlar. Katta videolar trendga chiqqan. 53 minutlik video 4,600,000 marta ko'rilgan. RPM juda ham baland bo'ladi. Lekin agarda 1 deb hisoblaganimizda ham $40,000 qancha vaqtda hozir ko'rasizlar. Stari videolari 7 oy bo'ldi. Kanal 7 oyda $40,000 topyapti. Oyiga hisoblaganda qanchadan to'g'ri keladi? $5,000-6,000 dan to'g'ri keladi. Hop, bu kanalda monetizatsiya bormi, yo'qmi, buni ham tekshirib qo'yamiz. Bir marta bunga bosamiz. Kanalda monetizatsiya bor. Keyingi kanal. Hop, keyingi kanal mana ko'rib turibsiz, 9100 ta obunachisi bor ekan kanalni. Kanal stari videolari 6 oy bo'ldi kanal ochilganiga. Populyarniy videolari 450 ming. 6 oyda kanal 2,600,000 prosmotr to'plabdi. Shorts videolari ham bor ekan. Shortsi unchalik ko'p emas ekan. Katta prosmotr olmagan ekan. Demak, 2,600,000 prosmotr. Kanal hop, novoy videolarga o'tamiz, yangi videolarga. 2 hafta, 3 hafta. Juda ham kam video yuklayapti ekan kanal, juda ham kam. Asosan shortsga e'tibor qaratibdi, shu uchun prosmotrlar kam. Hop, keyingi kanal do'stlar, 47300 obunachisi bor, 27 ta video bilan Yaponiya belgilangan ekan. 12 dekabr 2024-yilda ochilgan ekan kanal. 18 million prosmotr. Shortsdan hech qancha prosmotr yo'q ekan. Asosan katta videodan 18 million prosmotr. Qancha vaqtda? 6 oyda. 6 oyda 18 million prosmotrga $1 dan hisoblaganda $18,000. Oyiga $3,000 dan to'g'ri keladi. $3,000 dan oyiga mana shu kanal orqali kanal egasi pul topib turibdi. Kanalda monetizatsiya bormi? Ko'ramiz. Kanalda monetizatsiya bor ekan. Bu dastur haqida aytib o'tib ketaman srazu. Bu dasturni o'rnatib olish uchun akkauntlaringga kirasiz, 3 ta nuqtaga bosasiz. Разрешение, управление разрешениями, internet magazin Chrome va bu joyga vid AI deb yozasiz va mana shu dasturga bosasiz. Bu yerda ustanavit chiqadi. Ustanavit qilib o'rnatib olsanglar bo'ladi. 99% holatda va undan ortiq foiz holatlarda kanalda monetizatsiya bor yoki yo'qligini ko'rsatib beradi. Demak, biz ham mana shu yo'nalishda video tayyorlaymiz sizlar bilan birgalikda hozir.
Mana shu holatda ekranni screenshot qilib olamiz. Windows Shift S knopkasini bosgan holatda ekranni screenshot qilib olamiz. Videoni ko'rib turibmiz, VO3 da tayyorlangan. VO3 lekin ya'ni cheksiz emas. Endi bu yerga kiramiz, bitta akkauntimizga kiramiz, sizlarga bepul yo'lini ko'rsataman. Bizga bepul rasm yaratib beradigan sun'iy intellekt bu reve.com. Bu joyga bosamiz. Sign up через Google, ya'ni Google akkaunt orqali kirish va bu yerda akkauntimizga bosaman. Davom etishni bosaman. Bu Reve, bu yerda nickname yozishlar mumkin va finishni bosamiz. Reve sun'iy intellekti cheksiz rasmlar yaratib beradi. Bu joyga Ctrl V ni bosib rasmni tashladik. Xo'p, endi bizda mana bunday rasm, to'g'rimi? Endi biz buni kelinglar asalari uyasi bilan qilamiz. Menga asal ari uyidan yotoq yasab ber. Qizni olib tashla. 16x9 bo'lsin. Ya'ni 16 ga 9 bu YouTube formati, yaxshi bilasizlar. 16 ga 9 formatda bizga asalari uyidan iborat yotoq, ya'ni span yasab beradi. Endi bizga videolarni tekin yaratib beradigan sun'iy intellekt bu Grok. Grokka kiramiz. Bu yerga YT ni bosamiz. Bosganimizdan keyin mana Google akkauntimiz orqali ro'yxatdan o'tamiz. Kerakli Gmail ni tanlaymiz. Davom etish. Xo'p. Kerakli akkauntimiz orqali mana kirib oldik. Endi rasmga kiramiz. Grok dedim. Reve sun'iy intellekti bizga bir kunda 20 ta rasmni bepul yaratib beradi. Bitta Google akkaunt orqali kirganimizda. Biz ko'plab Google akkauntlar orqali kirishimiz mumkin. Lego emas, xuddi shunday, lekin asal ari uyidan yasalgan bo'lsin deb tushuntiramiz. Hozir yana Legodan yasab qo'ydi bizga. Grok bu ham bir qancha videolar yaratib beradi bizga. Video yaratish uchun mana bu joyga Imagine'ga bosamiz va bu joyga rasm tashlaymiz. Avval biz rasm yaratib olaylik. Biz xohlaganimizda rasm yaratib bersin sun'iy intellekt. Boshqa akkauntlaringdan kirib bemalol ro'yxatdan o'tib 20 ta rasm yasab bo'lganlaringdan keyin prompt tugab qoladigan bo'lsa, boshqa akkauntlaringdan kirib rasm yaratishlar mumkin. Bir kunda 20 ta rasm yasab beradi. Wow. Mana bu o'sha boshqa narsa. Asalari uyidan iborat yotoq. Demak, buni yuklab olamiz va Grokka kiramiz. Grokka Imagine'ga bosdik. Bu joyga galereyamizdan rasm yuklaymiz mana. Rasmni yukladim va bu joyga prompt beraman. Bu joyga yozaman. 18 yoshli qiz yugurib kelib kravatga sakrasin va ustini asal bilan yopsin. Asmir o'zi yasavordi hozir. Asmir ovozlar bilan deb aytamiz. Qani, endi promptni beramiz va kutamiz. Bir qancha videolar yasab beradi. Bilishim bo'yicha 15 ta bo'lsa kerak menimcha. Agar buni pulli variantini sotib olmoqchi bo'lsangiz, bemalol bu joyga bosib ulучшить plan va $30 Grokni, $20 Reveni sun'iy, ya'ni pulli variantini sotib olishingiz mumkin. Buni qaranglar, juda ham dahshat. Bepul narsalar shunchalik qilib beryapti. Bitta akkauntdan kuniga misol uchun 20 ta rasm, 20 ta video yasasangiz bo'ladi. Yasasangiz bemalol mana shunday boya yuqorida ko'rib chiqqandek videolarni yasab tayyorlashimiz mumkin bo'ladi. Video yasab bo'lishi bilan hozir sizlarga ko'rsataman. Xo'p, sun'iy intellekt mana bu joyga noto'g'ri yozding deyishlaring mumkin. Bitta ikkita harflarni noto'g'riligini tushunib oladi. Wow. Hop. Demak, yana bitta yasashga beramiz promptni. Bitta ikkita harflarni noto'g'ri yozsanglar ham to'g'rilab ketaveradi. Chunki bu sun'iy intellekt yaxshi tushunadi biz nima xohlashimizni. Demak, xuddi shu tarzda
chiroyli ideyalar bilan videolar yaratib, bir-biriga ulab, bemalol YouTube kanal ochib yuklashimiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, kanalga obuna bo'ling, like bosing va keyingi videolarda qanday mavzularda video tayyorlashimni xohlasanglar, bu haqida albatta kommentariya bo'limida yozib keting.